Ana avtovokzalga kelib oldik. Toshkent avtovokzal. Urganchga qarab yo'l olamiz. Bilet olamiz. Bilet 200 ming so'm Urganchgacha Toshkentdan. Avtovokzal. Kassa, bu yerda kassalar. To'rtko'l, Beruniy, Urganch, Xiva. Bir yo'la Xivani ham aylanib kelamizmi deyman. Samarqandga o'tib ketar. Mana bu avtovokzaldan qayerlarga? Petropavlovsk, Rossiyaga ham avtobus borar ekan. 35 soat bor ekan. Hammasi avtobuslarning narxi bilan ko'rsatib qo'yibdi. Samarqandga 48 ming so'm 5 soatga borar ekan. Yana qayerga? Bishkek, Petropavlovsk, Zarmetan, Nukus, Nurota, Termiz. Ishqilib Rossiyaga ham shu yerdan ketar ekanda. Mana Toshkentdan ham chiqib oldik. Xorazmga qarab ketyapmiz avtobusda. Zapravkaga to'xtadik. Mana bizning avtobus. Ajoyib joylar ekan. Jizzaxga ovqatlanishga to'xtadik. Mana ikkinchi zapravkaga ham keldik. Endi bu yerlar Samarqand Kattaqo'rg'on. Avtobusimiz naryoqda. Bepoyon dala. Bir dona ham uy ko'rinmaydi. Buxorodan chiqqandan keyin mana Matiz. Shu auksiondan olingan Matiz. Hozir topib keldik adresini. Rasmga ko'rinmay ekanda buni nuqsonlari. Yaxshilab yaqindan qarasa, mana qirilib ketgan eshiklari. Mana qayerlar bo'lib ketgan. Mana chirigan ozgina. Endi bozorga ham shu narxda o'zimizga taskin beramizda. Qimmat olib qo'ygan bo'lsa ham. Mana pullar necha olgan? 10 kelgan narsa necha olavergan?
motori shu. Akkumulyatori yo'q faqat. Ko'chada treyler ko'rib qoldik. Buni gaplashib ko'rish kerak. Bizlarni Matizimizni olib ketar kimni? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Bitta Matiz bor edi-da. O'shani Samarqandga olib ketish kerak. Ha, bugun emas, ertagami iloji bormi? Bu yerda olib ketish kerakmi? Mana bu yerda turibdi-da. Ha, bu nimadanmi? Milliy gvardiyaniki auksionda olgan edim. O'zi yuriydi-yu, baribir uzoq yo'lda undan qo'rqaman. Batamda hech kim biladi. Sen yerda ham chiqaman. Shu tashlab ketsam, o'zingizdan o'tib ketaversangiz bo'lar. Menga arzonroq bo'lsa yaxshi-da, nimaiki o'zi eski mashin. Hali to'g'ri ko'ring deb bizlar. Siz menga telefon nomeringizni Xo'p. Yo'q, oltini o'tdi. Nemetskiy ekan. Mana Bilaman. Xorazmga Oltini qo'shnilarimizni topib oldik biz. Yo'q, so'rab turibman nomi. Bilinme, apçarki yankın. Ya buriyatine yanka. Söyledi diyatada otur. Bana tadı birini ver. Mehmon qildilar, taruz. O'zbekistonda ikkita sende. Bu haram öyle itin mi açtım? Xorazm noni ham bir ajoyib bo'lar ekan. Şuna ne olan onu açtım. Ha, dokumentlarni olib keldilar. Shundan Ikkala, Menga direktor Tarozaga boshda selektorga kirishim kerak. Yaxshi bir birlik. qisqasi dokumentatsiya ishlarimizni yakunlay olmadik. Mana shu mehmonxonachaga joylashdim. Mana pullar. Shinamgina joy. Mana bunaqa ajoyib oynalar bor. Endi qolgan ishlarimizni ertaga qilamiz. Bugun tugatolmadik ishlarni. Hozir xonaga joylasha oldik. Kaliti bormi? Eshikni qulflab bir nimadir yegilik yeb kelsam ko'chadan. Somsaxona bor ekan. Endi somsa yeymiz. Mana shu hujjatni bir kun mobaynida, bir kun daroz kutdik. Endi mashinani haydab ketsammi yo treylerga ortib ketsammi? Haydab ketsam ekonomroq bo'ladi, benzin kamroq ketadi. Lekin yo'l uzoq, zapaska balon yo'q, hech qanaqa kalit yo'q. Buzilib qolsa, cho'li biyobonlardan o'tamiz. Sekin-sekin zapravka qilib ko'raveraychi. Bugun soat ham 8, 7:30-8 bo'lib qoldi kechki payt. Biyobon. Bir dona ham mashina ham yo'q. Hech nima yo'q. Agar bunaqa joylarga to'xtasang, mashinang buzilib qolsa, qisqasi bir o'zim Xorazmdan Urgutga qarab mashin bilan ketaverdim. Zapaska balon topib oldi bitta joydan.
Benzin quydim-u, ketaverdim. Mashinamiz buzilib qoldi. Lekin shuncha yil yurib keldi. Yaxshi tarafi Urgutga kelib o'chib qoldi. Mana bu O'ramasdi machiti deydim, Yangi Ariqda machiti deydimi. Shu yoqqa kelib o'chib qoldi. Mana shlanchasi yirtilibdi. Hozir magazindan izolenta oldim. Izolentlab qo'yaychi. Mana Urgutimizga yetib keldik hisobda. Arqadan shuncha yo'lga 720 kilometrga buzilmay keldi. Mana Urgutimizga ham yetib keldik. Mashinamiz buzilib qoldi. Urgutga yetib kelib buzilib qoldi. Boyagi bitta shlanchasini izolentlab qo'ysam, ay bundan emas ekan. Tramblyorni krishkasi sinib ketgan ekan. Endi tramblyor krishkasi uchun zapchast magazinga borish kerak, Samon bozorga. Mashina tortirib etdi, bering jo'ra dedim. Yo'q demadi, baraka topsin. Eshakqa mashina ettirib, krishkasini almashtiraman. Yana ketaveramiz nasib qilsa inshaalloh. Alloh o'zi asragani demaysizlarmi? Agar cho'lni o'rtasiga o'sha krishkasini ketsa nima qilaydi? Alloh o'zi asragani demaysizlarmi? Xorazmning cho'lini o'rtasiga agar shunaqa buzilib qolsa, hech nima qilib bo'lmaydi. Itam yo'q, bitam yo'q-da. Exlaga. Mashinaning ichiga bir dona atyorka yo bir dona kaliti ham yo'q-da. Bitta zapaska balon bor. Dam kirati bo'lmasa ham. Mana Urgutimizga keldi. Urgutdan ketganimga ham bir 3 oy bo'lib qolgandi. Mashina bilan kelyapmiz deydi-ku.